Assalomu alaykum obunachilar akalar. Mana bundaqa arashan qo'chqor boqish hammamizga nasib bo'lsin. 8 dona urug'likka qo'chqorni zo'rlaridan yetib keldi akalar. Haqiqiy go'zallaridan, razalazlari, haqiqiy tozalaridan olaman degan akalarimizga. Akalar tirik veslar 120 kg, 150 kggacha qo'chqor, hammasi qo'chqor 8 dona. Yosh oyligi 2 tishdan 4 tishgacha narxlari $1500 dan xayri bor. Dastlabki Samarqandgacha besplatni akalar. Akalar bugungi videolarimizni oxirigacha ko'rib turinglar. Mana qarashan qo'chqorlarning hammasi zo'rlaridan chiqadi. $1500 dan alohida chiqarasizlar akalar. İkinci partiyamizda Kırg'izistonda arashan qo'chqorlari. Toza Bishkek 7 oylik 8 oylik atrofdagi qo'chqorlar. Bo'ylari 75-80 chiqaradi akalar. Hammasi Kırg'iziston Bishkek qo'chqorlari. Oq yuzlariga. Soni 28 dona, bo'ylari 75-80 chiqaradi. Yosh oyligi 7 oylik atrofida. Narxlari 7 milliondan kami bor. 7 million so'mdan xayri bor akalar. Alohida chiqarasizlar. Hammasi go'zal narsalar. Bodom gul. Zo'rlaridan olaman degan akalarimizga. Ikkinchi partiyamizga mana bunday go'zalidan chiqdi akalar. Alohida chiqarasizlar. Manzil Namangan tuman Tepaqo'rg'onda. Uchinchi partiyamizni boshladik akalar. 6 million so'mdan akalar qo'zg'olonlar 11 oylik deb turgan qo'zg'olonlar akalar. 6 million so'mdan xayri bor. 11 oylik atrofida bo'ylari 75-80 chiqaradi akalar. Dumbalar, razalazlari kelgan, hammasi kelishgan variantida. 4-chi partiyamizga ina qo'ylar 8 milliondan xayri bor akalar. Qo'chqordan qochib qolgan bo'g'oz qo'ylar akalar.